Assalomu alaykum, Romavetus kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan o'sha uydagi damashq tovuqlar haqida ozgina qisqacha video qilib o'tib ketamiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Anchadan beri efirga chiqqanim yo'q. Mana bugun xudo xolasa sizlar uchun foydali kontent chiqaraman deb nasib bo'lsa ushbu videoni olishga qaror qildik. Chunki помимо того, mol yoki qo'y boqishdan tashqari xo'jaliklarimizda обязательно har kimni uyida через один xonadon baribir tovuq boqadigan odamlar bor va bu tovuqlarni uchraydigan muammolarni hozir sizlar bilan ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling va bizni kanalda kuzatishda davom eting. Xudo xolasa bundan buyog'iga sizlar uchun yangi ijodlar qilamiz va agar xo'jalikka chiqa olmasak, ofisda turib ham sizlar uchun yangi informatsiyalarni berishga harakat qilamiz. Chunki bizlarning tinglovchilar juda ham ko'p. Bizda auditoriya juda ahil, podдержка qiladigan auditoriya. Videomizga like bosib, ko'proq tarqalishiga sababchi bo'ling. Uyda agar tovuq boqadigan bo'lsangiz, turli xil joyda tug'ib ketadigan bo'lsa yokida o'sha o'zini maxsus mana shunaqa belgilangan joyiga, ana u yerni qarang, belgilangan joyga tug'ib ketadigan bo'lsa yoki mana shunaqa yerga tug'ib o'sha tovuq tuxumini yeb qo'yayotgan bo'lsa agar, hop, bu video aynan sizlar uchun va bularni boqishdagi o'sha sekretlari, qanday qilib o'sha tuxumni yeyishni to'xtatish, tuxum foizini oshirish haqida hozir to'laqonli informatsiya berib o'tishga harakat qilamiz. Mana shunaqa agar siz uyingizda tovuq boqadigan bo'lsangiz agar, avvalasi boshdan bosh tuxumga dostupni yo'qotish kerak tovuqlardan. Hop, dostup degani qanaqa degani? Mana shunaqa uycha yasaysiz, tuxum tug'adigan, mana ikkita tovuq yotibdi, hozir tug'aman deb. Damek. Ikkita tovuq yotibdi. Hop, qanday bo'ladi? Mana shunday ochasiz, mana bu yerdan dumalab bu yoqqa tuxum kirib kelishi kerak irg'ib. Orqa tarafini ko'tarib qo'yasiz domikchani, bu yoqqa irg'ib keladi. Tovuqlaringizda modda almashinuv buzilgan bo'lsa ham, hop, och qolsa ham, boshqa narsa bo'lsa ham, mana shu yerga tuxum irg'ib keladi tug'sa agar va uni yeyishga dostupli bo'lmaydi. Bu birinchi yechim. Ikkinchi yechim, tovuqni boqqandan keyin ularni quyosh nuri tushadigan joyga boqish kerak yokida tashqariga mana shunaqa bir kunda 2 soat gulat qildirish kerak bo'ladi. Hop, mana bu ham bitta life hack. Donni to'kmay yeyishlik uchun, lekin baribir ham bu tovuq baribir titadi deydi. Uni qarang, qanday titib tashagan donni. Bunga donni beradigan bo'lsak, nisbatan donnini sochib yeyishi kamroq bo'ladi. Agar boshqacha bir karmushkada bo'ladigan bo'lsa edi, o'zi polностью sochilib yotardi donlari musorga chiqib. Hop. Tuxumni, допустим, siz mana bunaqa sharoit qila olmadingiz, tuxum tug'izdirish uchun o'sha naklonni nima qila olmadingiz, savat qilib qo'ydingiz yoki yerda tug'yapti tovugingiz. Unda nima qilish kerak? Unda 24 ga 7 oldida toza suv, toza sbalansirованный korm, ratsioni to'g'rilangan korm berib qo'yish kerak, постоянно oldida turish kerak. Bitta bug'doy bilan makkani o'zi bunga yechim bo'la olmaydi, chunki bularning tarkibida keraklicha va yetarlicha mikro va makro elementlar yo'q. O'shaning hisobiga tovuqlarimiz tuxumini cho'qib boshlaydi. Uning uchun o'zini maxsus donadan berasiz yokida men sizlarga qisqacha qilib tushuntirib o'tib ketaman. Mayli, don bersalaringizga bitta joyda, bitta mana shunaqa kattaroq idishda, balandroqda, shu ichini kirib titmasligi uchun, mana shunaqa kallasi bilan tiqib yeyish uchun. Xo'p, gashonni ohak, o'sha so'ndirilgan ohak, mel, kalsiy parashok, bizlar to'tiqushlarimizga ko'mir qo'yardik ichiga, o'sha maydalangan ko'mir, hop, kuyib bitgan o'tini nimasi, tanasi, mana shunaqa narsalarni bitta joyga polностью hammasini maydalab turib, buni mana shunaqa karmushkaga solib qo'yib, bitta joyga ilib qo'ysalaringizga vitamini mineralli karmushka bo'ladi bu. Tovuqlar uchun bemalol kelib, yeb o'zi nima qiladi? Ichiga ozgina tuz qo'shsalaringiz ham bo'ladi. Chunki tuz organizmdagi o'sha kannibalizmni to'xtatishga ham ozgina nimasi bor, roli bor. O'sha o'zini periyasini cho'qimaydi, patini, tanasi qonamaydi, tanasi qonamagandan keyin bir-birini cho'qib yeyish bo'lmaydi. Va bundan tashqari esa hop, men bu narsalarni qilmayman, yo'q, men tezroq to'xtataman demoqchi bo'lsalaringizga, bu sizlar uchun tavsiya.
Antiraxit D3 ayniqsa dakanchilar uchun bu zo'r bo'ladi. Buni o'sha katakda boqadigan xo'roz va tovuqlar bo'ladigan bo'lsa, bittadan ertalab kechqurun 7 kun davomida beriladi. Xo'roziga ham to'g'ri keladi, makyoniga ham to'g'ri keladi. Makyoni tuxum yeyishni to'xtatadi, xo'rozlarni esa suyagi baquvvat bo'ladi. Jo'jalarga ham bersa bo'ladi, yarimtadan, choraktadan gavdasiga qarab to'g'rilab bersa bo'ladi. Yo'q, agar mana shunaqa yerda boqaman, yerda nima qilaman, men bularni bitta-bitta ushlab tabletka bera olmayman deganlar uchun xuddi shuni parashok varianti bor. Xo'p, buni qanday beramiz? Tarkibida vitamin, mineral, kalsiy, fosfor kabi elementlari bor va vitamin D3 bor. Bitta katta qoshiqdan 10 ta tovuq boshiga hisoblab turib, bitta katta qoshiqda 2 mahal ko'rmasiga aralashtirib beriladi. Yo'q, men bunaqa quruq don beraman deydiganlar uchun donni sal namlab turib, salgina shu bu yopishishi uchun qo'shib berasiz. 10 ta tovuq boshiga hisoblab turib, bitta katta qoshiqi 20 ta bo'lsa 2 qoshiq, 2 mahal 7 kun davomida beriladi. Ham tuxum olish foizi ko'payadi tovuqlarda. 10 ta tovuqqa bersangizki, uje kuzatasiz, 10 ta 11 tadan 8 ta 9 tasi uje kunlik tug'ib boshlaydi. Bu degani shu tuxum qo'yish protsenti, koeffitsiyenti oshadi. Siz yana vegetaga kirib boshlaysiz. Bekordan bekor havoga boqmaysiz nimalaringizni, tovuqlaringizni. Hozirgi kecha kunduzda 1 kilodan falon pul, bitta tovuqni saqlash o'zi bo'lmaydi, chunki bir kunda 100 gram, 150 gram don yeb qo'yadi bular. O'shani hisobiga o'zi opravdat qilish uchun mana shunaqa narsalardan foydalansak yoki tepada keltirilgan metodlarni qilsak agar, uni qolsa sizlarni shu tovuqlaringiz ham sog'lom nasl qoldiradi. Bularni chunki ko'paytirish kerak, chunki bitta tovuq 3 yildan ziyod ishlatib bo'lmaydi, uje 3-yilga kelib charchaydi. 3-yilga kelib tovuq ham, xo'roz ham tovuq sho'rvaga ketadi, chunki xo'roz bo'lsa ham xo'roz sho'rva ichib ko'rmagansiz, to'g'rimi? Tovuq sho'rva ichasiz. Bechora xo'rozlar ham o'sha paytda chest bilan o'lmaydi. Xo'roz emas, tovuq sho'rvaga ketadi so'yilsa ham. Bu albatta hazil. O'shani hisobiga naslni ham tozalab olasiz va baquvvat nasl olasiz. Ularning geni ham yegan narsasi tufayli tozalanib, chotki bo'lib keladi. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa chorva, ot, mol, qo'ylarga taalluqli yana xudo xolasa kontentlarni chiqarib boshlaymiz. Nasib bo'lsa, bundan buyog'i bizlarni kuzatishda davom eting albatta.